Pul var balaga shunday oson. Pul yo'q balaga ikkinchi tur oson. Men ikkinchi turni nari bilmayman. Qanchalik bilmayman. O'tamay qolsam-chu. Bu pul qanchalik? Bormi yo'qmi? Uchinchi turni-chu nari bilmayman. Qancha soat, nechilik? O'tamay qolsam-chu. Kuyib ketsam-chu. Degan mandan masalaga bir maktabning o'qish puldan bir uchinchi turni o'qish nima uchun xizmat chiqadi? Sotmagan oltin, besib qo'ygan qo'yqalarni setib bo'lsin xajlaydi. Chunki uchinchi tur o'tmay paralon chiqmaydi. To'polib maktabda o'qishni o'ylashayotgan va yoki o'qiyotgan bolalar diqqat qilsanglar, men manda bir muhim bir ishdan chiqib qoldim. Shu uchinchi tur o'qiyotgan ba'zi bir o'quvchilarimizning biz o'tolmasligini bilib turib g'ayrat qiling, siz o'tab ketsiz, cho'qim tirishing deyishdan boshqa amalimiz yo'q. Buni biz yordam qilaylik desakmi, qo'limizga qilamiz. Biz ozroqqa yordam bilan bola o'tolmaydi. Bilib turib biz amal yo'q yo'qsa siz cho'qim g'ayrat qiling, diqqat qiling deymiz. Nima shunday deymiz? Sizlar o'tkazasan olmamda deb qolishingiz mumkin. Bu uchinchi tur degan narsa cho'qim ixtisot degan narsa kidiga ish bor. Bu uchinchi tur bu internet o'rganishlarda pul va bolaga oson. Uchinchi tur pul yo'q bolaga tez. Nurg'un bolalar nurg'un javoblar so'zlaydi, to'g'ri anglaysizlar. Mana uchinchi tur tasmi, ikkinchi tur tasmi deydi. Ko'pin uchinchi tur ma'lum degan darsni anglasanglar, uchinchi tur tasda anglab qolasiz, o'yga kelib qolasizlar. İkinci tur ma'lum degan gapni anglasanglar, ikkinchi tur taskin degan o'yga sizlar kelib qolasizlar. Hamma mishasiz inoqlam qilib beray, foydalanib qolinglar, hammanglar. Amaliyotda pul va bolaga uchinchi tur oson. Pul yo'q bolaga ikkinchi tur oson. Ikkinchi tur o'tmay qolsa sizlar pulga mashina haydaysizlar. İkinci turda meydan ko'rsam, bir soat meydan ko'rsam, uni maktabda haydayversan, op mashina elqa qo'yib pulga mashinaga ish yo'q. Üçüncü turda zodi intan meydan mashina haydamasan o'tolmaysizlar. Ta'lisini o'tolmaydi. Birinchi qatam ishkim ta'zib chesa, uchinchi, to'rtinchi qatam kelgan chaqda, shu yonchiqdan chiqmagan pul, sotmagan oltin, besib qo'ygan qo'yqalarni setib bo'lsin xajlaydi. Chunki uchinchi tur o'tmay paralon chiqmaydi. Chunki bu uchinchi tur deganning o'zi bek oson qolgan turdan bizsa. Nisbat silish turgan chaqdimi? Uchinchi turdan o'tash nisbati azaldan 50% ga chiqmoqqa ish yo'q. Chiqmaydi turga. Chunki uning har xil yaxshi bo'lgan sharoitni qolib qolgan ish va biz o'rgatganni o'qish internedan chiqib qilamisan qolib qolsizlar. Biz meya desak aragan kallan kontrollikdan chiqdi bilqa jiddiylashib bijni xato qilsan qolgan ish va shunashqa manda bir narsa bor. Bir qitim o'tamisan necha pul ziyon, ikkinchi qitim o'tamisan necha pul ziyon, uchinchi qitim o'tamisan necha pul ziyon. Bekar bolalar 5000 ko'yga ketdi, 3000 ko'yga, 4000 ko'yga ketdi demaydi. Shuning tushliq bir chiqimlar cho'qim bo'lmasa, siz shu uchinchi turni o'rganish jarayonida ko'rmagan har xil jabon tarqal asosda ozroq pul o'tab turgan bolalar bor. Haqiqatan o'tab turgan bolalar bor. Hamma inkasga o'xshamagan ekan, o'xshash bo'lmaydi. Ammo gitun tik yetgan bolalar, yetida o'rganib boqqan bolalar. O'rganib boqqan bolalar bir maktabda o'qish pul to'lasak hozir 2000 ko 2000 ko oladi ekan. Bir uchinchi turning o'zi VIP bo'lsa, internet nima qilish mumkin oladi. Nima qilmasdan be, mana bir soatga ismi falan pul deymiz degan gapni mana kalon o'ylab boqsizlar. Nima shunda bo'ldi? Bir maktabning o'qish puldan bir uchinchi turni o'qish nima uchun xizmat chiqadi? Mana o'ylab boqsizlar. Mana o'ylanmay, uchinchi tur deganning oson narsa. Bir ish soatdan o'tib degan bir gapsizlik tayinib chirib o'tib ketgan bo'ldim ba. O'tamay nurg'un qiymatdan bo'ldim ba. Unda siz o'ylagandek va bunda asosi yo'q bu yerda. Shu maktab o'qishda sizlar tizim tishtimni nima diqqat qilsizlar, ma'lumot paydo qilinglar. Men ikkinchi turni nari bilmayman, qanchalik o'rganaman. O'tamay qolsam-chu, bu ko'p pul qanchalik? Bormi yo'qmi? Uchinchi turni-chu, nari bilmayman, qancha soat, nechilik? O'tamay qolsam-chu, kuyib ketsam-chu, degan mandan masalaga sizlar aniq bir tizim tishlardan shundan bir bilvoq asosda tizimlasanglar. O'zinglar haqiqatan men o'qish pulining tuvan qiymatligini shu jihatda farq etaysizlar. Bu jihatda sizlarda maktab bevosita tizim qo'ysanglar, unda jihatda sizlarga o'ylagandek ham chiqmaydi bu ishlar. Nurg'un orliqda tangshashlar bor, maktabning o'zishlik qoidasi, qonuni har bir maktabning shu o'qish pul jihatda, ikkinchi tur, uchinchi o'zish jihatda o'zishlik bir tartiblar bor. Shu tartibga shu sizlar bo'ysunmay amaldan yo'q. Pul to'lagan ekan. Sunmasanlar maktab shu dana shu banki shu chiqarib bersa sizlar chiqarmaysizlar o kinishkina. Shuncha ishlar damni shopingda o'qiydigan bolalar va yoki tushuntir ishkini qiynatgan bolalar, shunday o'tamayotgan bolalar izlab kelsanlar, men sizlarning shu o'tkichi bo'lganlikda sizlar men moslashgan asosda mayli 3 kun ish ko'raydiganlar, mayli 3 ko'raydiganlar, mayli 2 soat aydiganlar, men sizlar avvalroq qarata men o'rlashtirish mashq qilaman. Heydi vaqalam o'tabda qayish yo'q, heydimganga o'tabda qayishmi yo'q. Bunda tangshash degan bir narsa bor. Shundan qaylab benda moslashgan ishongan bolalar, menmi maykatda mashina vaqtim ketdi demayman. Sizlar avval tushungan asosda o'rlashtirib beraman, mashq qilsizlar, o'tsizlar. Buni o'rgangan bolalar qilishinglar,
Men haqiqiy bir shopni o'qib pira oldim, men Allah qilsam bo'ldi. Davomli o'quvchi qabul qilyapman. Mishni paylik qilsam bo'ldi, mishda bilimlarimdan. Dom yangi mazmun kun yanglab turdi. Men o'qimoqchi bo'lgan 5 qilgan bolalar har qanday tushunib maslahat olsa men sizlarga to'liq qanoatlanib javob bera olaman.